O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga mundialdagi raqiblarning munosabati. So'nggi yillarda O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyodagi eng xavfli jamoalardan biriga aylanmoqda. Bir vaqtlar ko'pchilik bizni oddiy outsider deb bilgan bo'lsa, bugungi vaziyat butunlay o'zgargan. Endi O'zbekiston bilan o'ynash ko'plab terma jamoalar uchun jiddiy muammo. Ayniqsa yosh futbolchilarning Yevropada porlashi, terma jamoaning agressiv o'yini va yangi avlodning shakllanishi raqibni xavotirga solmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda, sport saytlarida va muxlislar orasida bitta savol ko'paymoqda. Bu O'zbekiston termasi qayergacha bora oladi? O'zbekiston endi avvalgidek emas. Oldin Osiyo gigantlari Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron yoki Saudiya Arabistoni O'zbekiston bilan o'yin oldidan xotirjam bo'lishardi. Hozir esa ular tarkibimizni ko'rib, jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Sababi oddiy, O'zbekiston termasida sifat paydo bo'ldi. Yoshlar terma jamoalaridagi muvaffaqiyatlar, Olimpiada yo'llanmasi, Osiyo Kubogidagi kuchli o'yinlar va Yevropaga ketayotgan futbolchilar, bularning hammasi dunyo e'tiborini tortmoqda. Abduqodir Husanov, Osiyoni hayratga qoldirgan himoyachi, bugun ko'plab xorij muxlislari va ekspertlar aynan Abduqodir Husanov haqida gapirmoqda. Uning tezligi, agressiv himoyasi va sovuqqon o'yini ko'pchilikni hayratga qoldirdi. Yevropadagi o'yinlardan keyin futbol muxlislari shunday fikrlar yozmoqda. Bu bola kelajakda top jamoalarda o'ynaydi. Osiyoda bunaqa himoyachi kam. O'zbekiston juda xavfli avlod chiqarmoqda. Husanovning o'zi ham raqib hujumchilari uchun katta qo'rquvga aylangan. Ko'pchilik forvardlar unga qarshi o'ynash qiyinligini aytmoqda. Eldor Shomurodov hali ham asosiy qurol. Eldor Shomurodov tajribasi bilan terma jamoaning yetakchisi bo'lib qolmoqda. Raqib murabbiylari O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan birinchi navbatda Shomurodovni to'xtatish haqida o'ylaydi. Chunki u bitta vaziyatdan gol yasash oladigan futbolchi. Ko'plab Osiyo muxlislari shunday yozmoqda. Agar Shomurodovga imkon bersang, jazolaydi. Yoshlar O'zbekistonning eng katta kuchi. Bugungi O'zbekiston tarkibining eng katta ustunligi yoshlar va energiya. Jamoada qo'rqmaydigan, bosimni his qilmaydigan futbolchilar ko'paygan. Ular katta stadionlardan cho'chimaydi. Aksincha, kuchli raqiblarga qarshi yanada yaxshi o'ynashmoqda. Shu sababli ko'plab xorijlik ekspertlar shunday fikr bildirmoqda. 5 yil ichida O'zbekiston Osiyoning top jamoasiga aylanishi mumkin. Bu gaplar shunchaki maqtov emas, chunki natijalar buni ko'rsatmoqda. Raqib muxlislari nima demoqda? Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston haqida juda ko'plab fikrlar paydo bo'lmoqda. Ayrim kongolik muxlislar O'zbekiston bilan o'yin qiyin bo'ladi. Kolumbiyalik muxlislar texnik jihatdan juda kuchli jamoa. Portugal muxlislari esa bu jamoa juda tez rivojlanmoqda. Ayniqsa pressing, tezkor qarshi hujum va jismoniy kurashdagi ustunlik ko'pchilikni hayratda qoldirmoqda. Bir paytlar O'zbekistonni oddiy raqib deb bilishardi. Bugun esa bizga qarshi alohida tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bu esa bitta narsani anglatadi. O'zbekiston termasi kuchaymoqda va eng qo'rqinchlisi, bizni eng yaxshi davrimiz hali oldinda bo'lishi mumkin. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Mundialda O'zbekiston terma jamoasi qaysi bosqichgacha yetib boradi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.